Tanla mayli shunaqa bo'lsa ham qimmatini tanla qizim, qimmatlariga arziysan. Shuba bering, shuba chopon bermang, shuba bering. Boshini ko'tarasizlar bular. Boshni ko'tarmayapmiz endi buni qarang, amaki yaxshi bo'ldi amakini kelib qolgani. Chopon, oddiy latta chopon kerak emas, bizga qimmatbaho shuba kerak. Shuba kiysin qizim, shuba. Arzimaymanmi? O'zingiz tushuntiring. Sizga shuba kerak? Shuba kerak. Adashib shu hozir puling bo'lsa qozonda sho'rva, Albatta. umuman qudratlisan. Puling bo'lmasa nima? Mamniki ko'cha chiqmaydi-ku. O'sha do'konlardan farqi yo'q. Ko'ryapman senga. Bu bozor. Milliy bozor bo'lsa biz bir narsa demaymiz, faqat qimmatrog'idan. Kuyovimni hozir qo'limga olmasam, keyin qizimni u qo'liga oladi. Hech ham baxtli bo'lmaydi. Hech ham baxtli bo'lmaydi. Zarba narsasi muomala qilish. Qora nonda oddiy saroy esa baxtli shunda bo'ladi. Xolajon, qizim medinistda o'qiydi. 8 yil o'qitdim, qiynalib. Menga yoqmayapti bu Nima bozor. yoqmayapti? Nimaga? Nimasi yomon senga? Butikdan kiyishni xohlayman. Nima? To'g'risini aytaymi? Yarmayman. Bizda baxt topmaydi-yu, baraka topdi-yu. Biz sizni mashinangizni qimmatbaho desak, oddiy mashinali yigit ekansiz. Adashibsan qizim, pech brilliant kerak, brilliant. Shunga arziymiz. Albatta. Nima shovqin? Shavqim emas, xola, qadrim yer bilan bitta bo'lyapti. Men bunaqa oddiy kiymayman, shuba xohlayman, qimmatbaho roskish, hamma narsa qimmatbahosini xohlayman. Buni nimasi yomon? Baxt moli davlat bilan o'lchanmaydi. Mana men necha yillik mana turmush qurganimga mana 35 yil bo'lgan bo'lsa, Xudoga shukr, 7 ta nevaram bor, baxtli yashayapmiz. Oddiylikda demoqchisiz endi. Oddiylikda hech qachon moli dunyo bilan baxtni o'lchamaydi. Aqlli ekansiz, xola qarang. To'yga 200 kishi chaqirgan, to'yga 200 kishi chaqirgan. 1000 kishilik to'y qilaylik. Ko'rpacha yoqmayaptimi hozir endi? Arzon, bu arzon bu. Mayli chiroylidir, mayli milliydir, lekin arzonda. Bizga unaqa arzoni kerak emas. Ota bobolarsa ham yashagan, yotgan, turgan. Qizingizni baxtini o'ylang. Ularga foydasi yo'q. Baxtini o'ylang. Foydasi yo'q, foydasi yo'q. Qizingizni baxtini o'ylang. Endi bunaqada xolashkalar. Sizlar sotishni bilasizlar. O'shaning uchun bizga qimmatbaho narsani ko'rsatinglar, biz olaylik. Kuyovga pulidan ketadi. Men boy xotinman, uyalaman. Yo'q, mayli. Mana qizingiz baxtli bo'lsin. Menga qarang. Menda 12 ta navaram bor. Nimaga baqirasizlar? Olib kelgan ko'rpachasini qarang, shu ko'rpachada endi mehmon kutamanmi? Nima mehmon kutmaysiz? Bizani o'z milliy ko'rpacha-ku bu. Bizani milliyligimizni ko'rsatadi. Kelinlik o'sha uyga tushgani chiroyligini ko'rsatadi. Siz kutasiz mehmonlar. Nechta odam chaqirgansiz? 100 kishi. Sharmanda. Sharmanda. Kim bilan quda bo'ldim? 100 kishilik sharmanda. Hamida 2-3 ming kishi chaqirish kerak. Qanaqa ko'ylak kiyasan? Qanaqa ko'ylak kiyasan? $2000 Ana, hali ham biz arzon deb $2000 deydi. Hali yoshlar. Kiyadi $1000. O'zi mana shunaqa joyda bilinar ekan. Chunki sodda, qizim sodda. Nimaga sodda bo'lding? Menga qarang, siz kortej aytganmisiz? Menga qaranglar. Havo aytganman. Bo'ldi, keling. Battar aytganman. Singlim, qani? Nima ishing bor sen? Endi eshitinglar, mayli, borasiz shu xonadonga, qaynona qaynataga xizmat qilasiz. Qila olasizmi? Choy qo'yasiz, ertalab vaqtli turasiz. Adilni domod ber deganmiz, chiqarib yuboradi deganmiz. Yurmaysiz. O'g'lingiz bormi? O'g'lim bor. O'g'lini nima o'shtiramiz? Men o'g'limga bilib turib, Xizmatini ko'ringlar, Qimmat. kelinning xizmatini ko'ringlar, o'shtiramiz. xullas orzu, havas, menda qizim bor, domga chiqib ketadi. Xullas shartim bor sizga. Oppog'oy shunday qizimni olaman desangiz, kortej, kamida mayda mashinasi bering bo'lsin. Отдельный dom 3 xonali bo'lsin. To'ydan keyin chiqib ketishiga. Kamida 200-300 kishilik, mana boring 1000 kishilik to'yxona. Qizim, qancha kelin ko'ylakka nech pul ketsin? $2000. Ana, kamida $2000. Chidasang, qizim saniki. Bo'lmasa katta ko'cha. Qizingiz boshingizdan qolsin. Nima? Menga bunaqa kerak yo'q. Voy. O'ylamayman, tushundingizmi? Endimi? Shuncha vaqt indamadim. Sizlar qanaqaliklaring endi bildim. Voy, sharmanda bo'ldik-ku. Men sharmanda bo'ladi. Biz ham sharmanda bo'ldik. Bu yigitga shuncha narsa qo'yish shartmi? Qari ayting, qizingiz baxtli o'lmagan boring. Boshqa men o'zim o'g'limga yaxshisini beraman. To'g'rini beraman. Yuqorida ko'rganingiz uyushtirilgan ijtimoiy eksperiment edi. Biz ham bitta mashinada turmush qilganmiz. Bitta oddiy mashinada zakisdan o'tganmiz. Mana Allohga shukr, hamma narsamiz yetarli. Bular sizlarning gapinglar ham to'ppa-to'g'ri. Hozir hayotda hamma narsani real anaqa qilib olishyapti. To'ylarni dabdabali qilib o'tkazishyapti.
eng kerak yoshlar baxtli bo'lishi. Maqruzaga uzaydiganda biza xo'p deb ketganmiz. Bitta uzuk bilan. Uzay bilan. Yo'q, bularga brilliant kerak. Ijtimoiy eksperimentimiz orqali dabdabali to'ylarning kamayishiga biroz esada hissa qo'shgan bo'lsak, murodimiz hosil bo'lar edi. Bilingki, biz sizga bu ko'rsatuv orqali oyna tutdik, ko'zga tutdik. Keyingi xulosa o'zingizda. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Omon bo'linglar.